hozirgi kunda fasad uchun trendga chiqayotgan Lucento mahsulotining surilish jarayonini ko'rsatib beramiz. Ma'lumot uchun Lucento mahsulotini devorga surishdan oldin Winner Leonardo yoki Winner polimer shpaklovkasi bilan tekstilib olish lozim. Bizda hozir faner bo'lgani uchun biz Winner Excellent emulsiyasida grunt to'qiz sifatida foydalanamiz. Hani grunt to'kkan surib oldim, qotdi. Endi Lucento mahsulotimizdan surishni boshlaymiz. Aytgancha, ma'lumot sifatida agar bu hozir kichkina ob'yom suramiz, bitta o'zim bemalol sura olaman. Katta ob'yomlarda ko'pchilik bu surish kerak. Ular iloji boricha ular qoldirish kerak emas. Keyin bu Lucento mahsulotini fasadga surayotganingizda quyoshli joyda, mana bunaqa uloqli joylar qolib ketmasin, qurib qolmasin, iloji boricha tez-tez ulab turish kerak. Hamdostlar. Mana Lucento mahsulotimizdan surib oldik. Endi buni yaxshilab silanadi, qotmasdan turib silanadi sirazi. Hozir men bir tekis silab olamanda gazni silgitamiz, keyin sirazi silgi bo'lgandan keyin yana bitta silab olamiz. Silliq qatlam hosil bo'ladi shunda.